Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari va qadrli mehmonlar. Sizlar bilan bugun MoneyTube degan bot haqida video qilganman oldin. Hozirda o'sha botimiz уже yangilanib ketdi, boshqacha bo'ldi. Sezon 2 mi, xullas o'sha botimiz yangilandi. Shu haqida ko'pchilik so'ragan, to'liqroq obzor qilib video qilib chiqaring degan. Anchadan buyon video qilmagandim. Xudo xolasa endi tez-tez video chiqarib turishga harakat qilaman. Xo'p, botimizni Telegramdan pochtdan qidirib topasiz, MoneyTube yokida shu videoni kommentariyasida va video opsiyasida ham havolasini qoldiraman. Botga kirish va pastda havola bo'ladi. Kirib bemalol qo'shilib olishingiz mumkin. Kirganingizdan so'ng xuddi shunday ekran kelib chiqadi. Bu yerda sizga 5 minutda mining qiladi. Mana buncha hozir menda 238 ta mining qilyapti. Mana 5 daqiqada 238 ta. Mana bu narsa miningga mana buni kuchaytirish uchun. Mana hozir mana shunda 10 ta bo'lsa, mana bunga bir dona qo'shishim mumkin mining qilishga. Xo'p, mining qilinganlarni yig'ib olish uchun mana bu o'rtani bir marta ezish kifoya. Xo'p, bir marta ezdik. Prosta hozir menda internet ishlab turibdi. Xo'p, mana 27988 ta. Mana shu ma'lum bir vaqt ichida yig'ilgan dohod. M2B degan token mana. Xo'p, ana endi bu yerda kошелек bo'limi bor. Kошелekni ulab, ya'ni hamyonni, Telegram hamyon bo'ladi albatta. Pul chiqarib olsak bo'ladi. Hozirda MTT degan tokenlar hozirda listing bo'lgan. Oldin faqatgina kriptovalyutasi ko'rinishida pul chiqarib olardik. Pullarimiz 100% kelib tushgan. Mana ko'rib turganingizdek, hozirda esa endi biz ishlaydigan mana bu token bor, mana. Meni hisobimda o'zi buncha bor. Bir donasi, 1000 tasi 1000 ta M2B, bir dona MTT degan tokenga to'g'ri keladi. Bizda chiqarish minimali hozirda 10 million ta, menda 2 million 200 bo'ldi. Endi 10 million bo'lsa albatta chiqarib ko'raman. Buni narxini video davomida hozirgina ko'rsatib beraman. Xo'p, keyin birinchi bo'lim magazin bo'lim. Bu yerga kiradigan bo'lsak, prokachat account, ya'ni mana bunaqa aytib o'tganimdek, yurakchani evaziga biz mana bu 1 plus M2B mining qilishni kuchaytirishimiz mumkin. Qancha ko'p yurakcha bo'lsa, shunchalik ham zo'r kuchaytirib olasiz. Ikkinchisi Cupid like. Buni tavsiya bermayman. Bu sarmoyasi ishlasak ham bo'ladi, faqat ozgina qiyin bo'ladi. Xo'p, mana Telegram Starsga 75 ta Starsga 100 ta sotib oling. 7,5 ming ta 10800 sotib oling deyapti. Bu o'ziga shart emas. Keyin Druziya bo'limi bor. Bu yerda Druziya bo'limi oldin normalniy dohod berib turardi, ammo endi umuman qiyin. Hozir mana birinchi o'rindagi referalim 205 ta. 10% beradi deyapti. Bu degani ulardan faqat yurakcha beradi mana. Ular 10 ta yurakcha ishlasa o'ziga, 10 ta yurakcha ishlasa menga bir dona beradi. Agar 100 ta ishlasa menga 10 dona yurakcha beradi. 1000 ta ishlasa menga 100 dona yurakcha birinchi referalimdan beradi. Endi bunisidan ko'proq ishlash kerak. Xo'p, ana shu tarzda ham referaldan ham daromad qilsa bo'ladi. Endi foydasi yo'q. Ikkinchi sezonda qiyin masala, sababi ishlash mutlaqo qiyin bo'lib ketdi. Keyin mana bu yerda sovg'acha degani bor. Bu oldin har bir kunda bir marta olsa bo'lardi. Endi buni olish uchun ichiga ular nima qilinyapti? Telegram Stars bering bizga deyapti. Endi bir marta berish kerakmi yo davomiy berish kerakmi, shuni bilmayman. Mana hozir palech bonusni bosyapman. Hozir bu yerda chiqib ketadi, internet biroz ishlamayapti. Chiqib ketadi-da, Stars to'lash deb chiqadi. Mutlaqo bir xato ishda xullas. Xaridingizni tasdiqlang. Hop, meni hisobimda o'zi olmishta bor ekan, 100 ta Stars taqdim eting deyapti. Bu endi jarkada bu. Shuni kimdir agar olsa, olib ko'rsin. Keyin zadachalar bor, har xil Telegram kanal, bot, shunday bir balolarga podpiska bo'lsangiz ham bir donadan like beradi. Mana bu tepalardagi bot shart emas. Bular ton bering deyapti. 3 ta tonga 1200 ta, yarim ta tonga 200 ta, bitta tonga 400 ta, 1000 ta yulduzcha 1,5 ming ta. Xo'p, 25 ta yulduzcha, 35 ta Telegram Starsda u yulduzchalar 140, 100 xullas. Shunday tarzda bor. Keyin mana pastroqda Telegram guruh, bot, kanal shunday ana qo'shilasizlar. Sarmoyasiz bo'ladi. Xo'p, bosh ekranga o'tamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, o'zi oson. Tushunarli narsa.
Ara yokida bir kun, 10 kun, bir oyda bir kirsangizlar ham bo'ladi. Prosta kirib qo'yish kerak. Ara-chara kuchaytirish kerak, ilojini topib. O'sha zadaniyalarni bajarib kuchaytirish kerak. Endi referal agar kimdadir ilojini qiladigan bo'lsa, undan ham noyob foyda topsa bo'ladi. Xo'p, ana endi ushbu bot yaratuvchilar tomonidan yaratilgan ikkinchi mining bot u ham. Unga ham hozir o'tib ko'ramiz birgalikda. Uni ko'rinishi xuddi shunday. Bu botimiz MTT ni o'zini ishlaydi. Buning uchun 100 ta Telegram stars berganman birinchi marta kirish uchun. Mana miningni bosib, hozirda mining qiladi agarda mana bunaqa enerjingiz bo'lsa. Miningni bosasizlar va mana mining boshlandi, apparatchi ishlayapti. Mana bu narsa ko'payapti, biz balansimiz ko'payyapti hozir. Mana bu narsa kamayyapti mana. Ko'rib turganlaringizdek ancha-muncha kamayib ketdi. Mana o'sha tugadi. No bizga mana bunga berdi-yu, buni so'rab oldida xullas. Mining apparatimiz. Xo'p, endi Valnet bo'limiga o'tamiz. Endi sizlar bilan birgalikda buni narxini ko'ramiz. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak, hozir bitta yangilanib olsa. Mana ko'rib turganlaringizdek, bir dona MTT ni narxi mana bu. Mana. Bu yerda minimal chiqarish 10 ming ta degan. Birinchi botimizda 10 millionta Money to Be token edi. Money M2B edi-da. O'shani mana shunga aylantirib. Hozirda menda 2200 ta bor. Bu 1 dollar 41 sent degan ekan. Demak 10 mingta bo'lsa, buni hisoblab olib 22 mingta yig'sangizlar, bu degani 14 dollar bo'lar ekan. Shu tariqa bundan ham sekin-sekin ishlasangizlar bo'ladi. Bu yerda mana task bor, har xil zadaniyalarni bajargan holatda o'sha o'zini energiyasini ishlaysizlar, ammo bunga 100 ta Telegram stars berish kerak, shuni ham hisobga olinglar. Agarda kimdir ishlamoqchi bo'lsa. Mana Money to Be Goblin Hash bir baloga qo'shilasizlar, 10 ta hammasini bajarsangizlar normalniy energiya yig'ilib qoladi. 30 ta, 15 ta, 45 ta, 15 ta, 60 ta, 70 ta, 80, 90, 100, 110, 120, 140, 130, 140, 150, 170 ta bo'lar ekan xullas. Keyin referal chaqirsangiz ham mana bunaqa o'zlaringiz havolalaringizni jo'natasizlar. Do'stlar kirgan zahoti sizlarga 2 ta taqdim etadi. Ushbu tokendan. Xo'p, boss degani bor. Bu endi kuchaytirish bo'lishi kerak. Lekin kuchaytirishiga hali u darajada to'liq tushunganimcha yo'q. Bu uchun Telegram stars berish kerak xullas. Bularni tokenini olish uchun do'stlar. Xo'p do'stlar, mana ko'rib turganlaringizdek, bu boss, ya'ni o'sha kuchaytirish. Bu yerda auto mining yoqib qo'yishlaringiz mumkin. Buning uchun ham albatta Telegram stars kerak. Ya'ni o'sha sizlarda energiya yig'ilgan zahoti o'sha mining qilib ishlayveradi. Keyin bu yerda energiya sotib olishlaringiz mumkin. Bu yerda ko'rib turganingizdek 100 ta Telegram stars 300 ta energiya beraman deyapti. Agarda 300 ta Telegram stars bersam 1000 ta beraman va 100 ta bonus ham beraman deyapti. 3000 taga agar oladigan bo'lsam 10 ming ta energiya beraman va 1,5 ming ta bonus ham beraman deyapti. 30 ming ta oladigan bo'lsang 100 ming ta energiya beraman, 20 ming bonus beraman deyapti. 90 mingga oladigan bo'lsang 300 ming energiya beraman, 75 ming bonus ham beraman deyapti. Endi 90 ming stars ham уже katta pul bo'lib ketadi-da. Bir tarafdan o'ylab qaralganda, shu hisobidan o'zlaringiz hisob kitobini to'g'ri olib, adashmay shu botdan foydalansangizlar bo'ladi. Mana. Tushuntirib hammasini berganman. Bot ishonchli, anchadan buyon ko'pchilik ishlatyapti. Boshqa chet el blogerlari ushbu proyektdan pul ham chiqarib oldi o'zini walletiga. Walletdan keyin o'sha USDT yo boshqa kriptovalyutaga aylantirib chiqarib olsangiz ham bo'ladi. Qiyin emas. Prosta ungacha bo'lgan jarayon ozgina vaqt oladi. No, ko'p strashniy emas. Tavsiya berib qolamiz. Buni M2B'sini o'ynasangiz ham bo'ladi. M2B'si ham zo'r. O'sha основной ara-charaga kirib yig'ib olasizlar. Lekin birinchi kirganda sizlarda bir dona mining qiladi. Har bir
5 daqiqada bir dona. Buni kuchaytirish uchun albatta o'sha zadachilarni bajarish kerak. Vazifalarni. Keyin referal chaqirish kerak iloji bo'lsa. Endi ko'proq referal bo'lsa foydasi bo'ladi, bo'lmasa foydasi yo'q lekin. Endi sarmoyali ishlashni tavsiya bermayman. Xo'p, ushbu mavzu haqida hozircha shular. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Bundan keyingi videolarga qadar uchrashguncha xayr. Agarda kimda qandaydir proyektlar bo'ladigan bo'lsa, savollar bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Va bizning Telegram kanalimizga ham albatta podpiska bosib qo'yinglar. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.